Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo qurultiyi tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftihar Abdurashid. Bugun payshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Türkiye'deki bazı siyasi partiyalarning mas'ullari Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan efendilerinin 19 sentabr çağırılgan BDT'nin 78. navbatlik umumiy yig'inida Uyg'ur masalasini tilga olishiga qarta Dunyo qurultiyining raisi Dolqin Ayso efendim bilan o'xshash fikrni o'ttirib qo'ydi. Dolqin Ayso efendim 19 sentabr kuni bu vaqt istansimiz qilgan so'zida Recep Tayyip Erdoğan efendining BDT'ning 78. navbatlik umumiy yig'inida Uyg'ur masalasini tilga olganligini qarshi olganligini, ammo uning bayonlarining yetarlik emasligini, chunki Sharq Turkistonda zo'r bir irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatning jiddiy davom qilayotganligini, Xitoyning qora qo'lining allaqachon chet ellardagi Uyg'urlarga so'zilganligini, shunga dunyo liderlarining Uyg'urlar masalasini tilga olganda Xitoyning bu xil jinoyat qilmishlariga qarshi texim keskin va kuchli talaffuzda bo'lishini umid qilganligini bildirgan edi. Türkiye'deki Gelecek Partisi'nin tashqi siyosatga mas'ul muavin raisi, peshqadam diplomat Ümit Yardımcı Efendi bu munosabat bilan Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ning Birleşken Milletler Teşkilatı'da Uyg'ur masalasini tilga olganligi uchun bu bayonotning ahamiyatli ekanligini, lekin buning yetarli emasligini, bek ojiz bo'lganligini bayon qildi. U mundaq dedi: Albatta bu nihoyatda muhim. Turkiyada va boshqa davlatlarda turayotgan Uyg'urlar, hatto Sharq Turkistonda yashayotgan qarindoshlarimiz buni anglab xushal bo'lgan bo'lishi mumkin. Lekin Uyg'urlar nihoyat ig'ir vaziyatda turayotgan bir paytda bu bayonot toz yetarli emas deb o'ylayman. Chunki bugun Uyg'ur turklari irqiy qirg'inchilik uchrayotidi. Buning Birleşken Milletler Teşkilatı'da o'tirib qo'yilishi nihoyat muhim. Birleşken Milletler'de dunyoning barliq masalalar o'tirib qo'yilib muzokara qilindi. Biz Türkiye'deki her qaysi siyasi partiyalar, ommaviy tashkilotlar va mutaxassislar Sharq Turkiston masalasini har sorunda o'tirib qo'yishni davomlashtiramiz. Türkiye prezidenti Recep Tayyip Erdoğan efendim 19 sentabr kuni BDT'ning 78. navbatlik umumiy yig'inida qilgan so'zida maxsus Uyg'urlar haqida to'xtalib, biz Xitoyning zamin butunligiga va egilik huquqiga hurmat qilganligimizni har zaman ta'kidlab kelyapmiz. Buning bilan birlikda biz kuchli tarixiy va qarindoshlik munosabatimiz bo'lgan Uyg'ur turklarining haq-huquqlari va erkinligining qo'g'dilishiga bo'lgan sezgirligimizni kun tartibda tutishni davomlashtiramiz deb ko'rsatgan edi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan 21 yildan buyon Turkiyani idora qilib kelayotgan Adalet ve Taraqqiyot partiyasining raislik vazifasini o'tab kelmoqda. Hozirgacha Prezident Erdoğan 13 qatim Birleşken Milletler Teşkilatı umumiy yig'inida so'z qilgan bo'lib, faqat 3 qatimliqida Uyg'urlarni tilga olgan. U dunyoning har qaysi joylarida ezilayotgan musulmonlarning masalasini tilga olgan bo'lsa-mu, ammo ko'p qatimliqida Uyg'ur masalasini tilga olmagan va bu sababdan Dunyo qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlarining va xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining noroziligiga uchrab kelgan edi. Erdoğan bu qatimqi nutqida garchi Xitoyni bevosita qilib ayblamagan bo'lsa-mu, ammo uning Uyg'urlarning haq-huquqini, erkinligini kun tartibda tutib turishni BDT umumiy yig'inida ta'kidlashi muhim ahamiyatga ega deb qaralmoqda. Dunyo qurultiyining sobiq raisi, milliy ustozimiz Erkin Altekin efendi bu vaqt Erkin Asiya radiosi qilgan so'zida Recep Tayyip Erdoğan'ning bundoq bir bayonot berishining nihoyat zo'r jasorat ekanligini, Uyg'urlarni söyündirganligini ta'kidlab mundaq dedi. Munda bir mezgilde Erdoğan Efendim'in bu Şarkı Türkistan meselesini, Uygur meselesini Birleşken Milletler Teşkilatı'da götürüp çıkışı çok bir cesaret ve bütün Uygurlar, Şarkı Türkistan halkı ve bizge okşaş mazlum milletlerine köp cesaret verdiğin bir kadem de oylayman. Washington shahridagi Uyg'ur kishilik huquq qurilish tashkiloti 19 sentabr kuni bayonot e'lon qilib, Amerika prezidenti Joe Bidenni O'rta Osiyo Jumhuriyatlari rahbarlari bilan bo'lgan suhbatda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning kishilik huquq masalalarini o'tirib qo'yishga chaqirdi. Joe Biden 19 sentabr kuni Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston va Turkmaniston rahbarlari bilan BDT'ning yondoshim faoliyatlari jarayonida ko'rishadigan bo'lg'achqa bu bayonot e'lon qilingan. Bayonotda Dunyo qurultiyi ijroiya komitetining raisi va Uyg'ur kishilik huquq qurilishining direktori Ömer Qanotning O'rta Osiyo rayoni Uyg'urlar ziyonkashlikka uchragan joy emas, aksicha ularning panohlik makoni bo'lishi lozim. Prezident Biden Uyg'urlarga qarshi davom qilayotgan irqiy qirg'inchilikning qurbonlari uchun so'z qilish orqali ularning ahvolida o'zgarish yarata oladi degan so'zlar o'rin olgan. Bayonotda ko'rsatilishicha, Xitoyning O'rta Osiyo rayonidagi chegara halqan zulmlari amaliyot allaqachon bu jumhuriyatlarning egilik huquqi uchun ig'ir tahdidlarni paydo qilayotganligi ma'lum. Bu davlatlar bo'lsa Xitoy bilan bo'lgan munosabatni tixim qo'yiqlashtirayotganligi uchun Sharq Turkistondagi qirg'inchilikdan qochib chiqqan kishilarning hayoti bu joylarda ig'ir tahdidlarga duch kelishga boshlagan. Tixim muhimi, Shanxay hamkorlik tashkilotining doimiy a'zolaridan bo'lgan O'rta Osiyo jumhuriyatlari bilan Xitoy o'rtasida so'z erkinligini cheklash va har qanday bir a'zo davlatning gumonliq deb qarag'anlik kishini ko'zini yo'qotish haqida o'zaro kelishim imzolaganligi bo'lgan.
Washington Post gazeti 18 sentabr kuni maqola e'lon qilib, Tesla şirketining o'zini maqtishiga raddiya bergan va to'qliq avtomobilga ishlatilgan litiy batareyalarning majbur emgak chetishlik haqiqatidan o'zini ilib qocholmaydiganligini ta'kidlagan. Maqolada mundaq deyilgan: Tesla şirketi to'qliq avtomobillarning dunyoga kelishi bir mo'jiza bo'lib qolmay, balki axloqiy mo'jiza deb o'zini madiylagan va yillik dokladida buningdan keyin Tesla şirketiga mol ta'minlovchilarning har qanday shakldagi majbur emgak va odam atkazchilik masalasiga chetlab qilishiga yo'l qo'ymaymiz deb va'da bergan. Ammo Tesla avtomobilni ishlab chiqarganda uningga Sharq Turkistondan keladigan materiallarning ishlatilganligi, u rayonda majbur emgakning ig'irligi haqidagi faktlar aniq berilgan bo'lsa-mu, yanlam sukut turib olgan. Dunyodagi Tesla qatorliq to'qliq avtomobillarni mangdiradigan muhim energiya manbasi ionliq litiy batareyasi bo'lib, Sharq Turkiston uning muhim xomashyo manbasi va ishlab chiqarish markaziga aylangan. Shu sababdan jazo lagerlarida tutib turilayotgan Uyg'urlar bu batareyani ishlab chiqarish amkiga silingan deb qarilib kelayotgan edi. Washington Post gazetining aniqlashicha, Amerika cheklim qo'ygan majbur emgak mollarini ishlab chiqargan Xitoy shirkatlari Tesla'ning eng ko'p mol ta'minlovchilari ekan. Buning ichida Xitoy hukumatiga moslashib Sharq Turkistondan emgak kuchi o'tkash, eshinchi emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish nomida ko'plab odam yutgan Xitoy shirkatlari bor ekan. Xitoy xabarlar torining 20 sentabr kuni chiqargan xabariga qaraganda, Xitoy doiralari Qashqar shahrini o'zgartirish qurilishiga mablag' solishni tezlatgan bo'lib, oldingi 8 oyda 25 turli qurilishga 6 milliard 600 million yuandan ko'p mablag' jo'g'langan. Qashqar shahrida qurilmoqchi bo'lgan Yivo xalqaro savdo markazi bu shahardagi eng chong yangi qurilish turi bo'lib, uningga 2 milliard 400 million yuan mablag' silingan. Bu xalqaro savdo markazi Xitoyning sarxil mollari, turli tuman buyumlar nomidagi tor savdo supasida mal sotilgan chong bozor bo'lib, kelgusida Qashqarning xalqaro yuzlangan cho'ng savdo markazi bo'lishida turkilik rol o'ynaydi ekan. Xitoy doiralarining bu yildan boshlab Xitoy korxonalarini Qashqarning sayohatchiligi, savdo qatnashi, yez egilik, pul muomala qatorliq 7 sohasiga mablag' solishga chaqirganligi, cho'ng yig'inlarni ichib ishkir Xitoydagi shirkatlarni safarbarlikka keltirganligi ma'lum. Xitoy hozir qo'l hunarvanchilik va tijoratda danqi bor qadimiy shahar Qashqarni janubdagi viloyatlarning iqtisod va nopos qurilmasini o'zgartishdagi nuqtaliq joy, Pokistonga tutishadigan iqtisod koridorini asos qilgan muhim savdo iqtisod tuguni qilgan bo'lib, buning natijasida yerlik Uyg'urlarning mustaqil egiligi vayron bo'lib, Xitoy korxonalariga beqinib qilish ahvoli og'irlashmoqda ekan. Amerikadagi analizchi Gordon Chang apandi Xitoyning Qashqarni strategik savdo markaziga aylantirish planining Uyg'urlarga olib keladigan ta'sir haqida Asiya radiosi qilgan so'zida Xitoyning Qashqarda strategik savdo markazi qurishi Uyg'ur qatorliq yerli xalqqa og'ir ziyon olib keladi. Shundaqla bu qurilish Xitoy hukumatining irqiy qirg'inchilik siyosatining Sharq Turkistonda davom qilishiga yordam beradi degan edi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qatimliq sonimizgacha ko'rishgich omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.